O'zbekistonda 4-fevral kuni qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. O'zgidromet 4-fevral chorshanba kuni kutilayotgan ob-havo haqida ma'lumot berdi. Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Shamol sharqdan 3-8 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 5-7 daraja iliq, kunduzi 16-18 daraja iliq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kunning ikkinchi yarmida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Xorazm viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarga 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat Qashqadaryo viloyatida kechga tomon ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 7-12 daraja iliq, kunduzi 17-22 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 5-10 metr/sekund tezlikda esadi. Harorat kechasi 0-5 daraja iliq, kunduzi 10-15 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog' oldi va tog'li hududlarida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Qor ko'chish xavfi bor. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, g'arbdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. Ba'zi joylarda 13-18 metr/sekundgacha kuchayishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 3-8 daraja iliq bo'ladi. Prognozlarga ko'ra, juma kuni O'zbekistonga Qozog'iston hududidan sovuq va nisbatan nam havo massalari kirib kelishi boshlanadi. Buning hisobiga respublika bo'yicha 6-fevralda ba'zi joylarda yog'ingarchilik yomg'ir qorga aylanadi.